tilayman, inspektor Abdujamolova. Hurmatli fuqaro, hujjatlaringizni taqdim eting. Komandir, hujjat so'rash sizga emas, xohlaysizmi hozir formangizni ayirib yuboraman. Hurmatli fuqaro, agar qonuniy talabimni bajarmasangiz, keskin chora ko'rishga majbur bo'laman. Boray, xullas. Hurmatli fuqarolar, narkotik va psixotrop moddalar bu shunchaki taqiqlangan buyumlar emas. Bu inson hayotini, kelajagini va oilasini parchalovchi muhim xavfli qurol. Unutmang, qonun ustuvor, jazo muqarrar. Narkotik va psixotrop moddalarning har qanday aylanmasi, xoh u iste'mol bo'lsin, xoh boshqa maqsadda bo'lsin, ertami kechmi baribir fosh bo'ladi. Qonuniy javobgarlikdan hech kim qochib qutula olmaydi.